1991-yil 31-avgust O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligi qabul qilingan kun bo'lib, barcha joylarda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 32 yilligiga bag'ishlangan bayram shodiyonalari yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida keng nishonlanmoqda. Shu qatori O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasida ham joriy yilning 28-avgust sanasida davlat mustaqilligining 32 yilligiga bag'ishlangan bayram dasturxoni tashkil qilindi. Bugungi tadbirda O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi raisi Umirbek Latipov, O'zbekiston ko'zi ojizlari maxsus kutubxonasi boshlig'i Ra'no O'runova va jamiyat a'zoligiga qabul qilingan ko'z bo'yicha birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan 32 nafar fuqaro ishtirok etdi. Ushbu bayram tadbirini O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi raisi Umirbek Latipov ochib berdi va yig'ilganlarni davlat mustaqilligining 32 yilligi bilan muborakbod qilib, shunday tinch va osoyishta zamonda yashayotganimiz uchun shukronalar aytishimiz lozimligini, mustaqilligimiz abadiy bo'lishini tiladi. Bayram tadbiri ko'tarinki ruhda, kuy-qo'shiqlarga ulangan holda bo'lib o'tdi. Jamiyat a'zolariga O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati Qoraqalpog'iston bo'limi tomonidan taqdim qilingan kiyim-kechak va ko'z oynaklar tarqatildi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, biz qanday tahlikali va suronli davrlarni boshimizdan kechirmaylik, qanday yutuq va natijalarga erishgani bo'lmaylik, mustaqillik g'oyasi, istiqlol ruhi bizga doimo tog'dek tayanch bo'lmoqda. Bugun cheksiz iftixor bilan ayta olamizki, donishmand xalqimizning uzoqni ko'ra olishi, birdamligi va fidoyi mehnati bilan barcha sinovlardan munosib o'tib kelmoqdamiz. Shu nuqtai nazardan bizning insoniy qadr-qimmatimizni, g'urur va sha'nimizni, din-u diyonatimizni, milliy davlatchiligimizni tiklab bergan Mustaqillik kuni vatanimizning shonli tarixida hamisha eng yorqin sahifa bo'lib qoladi. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.